hozir Sirdaryodamiz. Abukamga shart beraman. Meni uyim Yunusobod Shahristandskiyda. Hozir siz shu yerdan yo'lga chiqib ketasiz. 120 km, 2 soat ko'rsatyapti. Eshigimni taqillatasiz, jiyanim chiqadi, qo'lini ushab, "Ukam, tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan" deb Sirdaryoga obratno qaytib keladi. Bitta mashina gap yetish uchun Toshkentga borib kelasiz. Uxlamaganman. Soat 10:30 bo'ldi, ukam. 2 soat u yoqqa, 2 soat bu yoqqa. Da, mana mana shu qizuv. 3-4 bo'lib ketadi. Xolasangiz hozir yotib uxlang, menga yana $1000 bering. Общий $2000 foydada bo'laman. Ketdi azim aka. Aka rostdan ketyapmizmi? Shunaqa alamimni olaman, aka. İflosmisiz aka? Cho'milib chiqishga ulguramanmi? Voy, ovqatlanishga ham ulgurasiz. Bo'pti, men ketdim. Dam oling. Soat 11 da yo'lga chiqdim. Dakansa boramiz. Hozir uyqusini yurishdi dedi, o'ram. O'lib ketishadi aka yo'lda. Jonimiz amitdi. Maza qilyapmiz, bo'ldi. O'ylama, bugun bizaniku. Sirdaryodan chiqdik. Bu Abdurahmon akam joyida. Voy, yashayman ha bu gap o'taman bugun. Voy. Uyqusga yotdim. Yashash kerak. Nima deyapman? O'zingiz hopdingiz bilasizmi? Aka, kemaga tushganni joni bir. Chidis. Chiqib mana suvlaridan. Voy, mana Red Bull'lari bor ha bu gap. O'tdi bizaga sizning hayotingiz, aka, o'tdi bizaga, bo'ldi. Biz to'g'risi uxlolmadik. Hozir telefon qilib bitta xabar olib qo'ying. Aka, kelib qoldinglarmi? Nima edi? Bitta anu xolamgilardan ham xabar olib kelasizmi deb aytuvdim-da. Qo'yib qo'ydilar. Voy, men Toshkentga kirib keldim. Alaykum assalom. Qara ukam, Ozodbek, seni tog'ang seni yaxshi ko'rar ekan. Mana shuni aytganim, men voy Sirdaryodan keldim. Yig'laysan. Bu qaraman seni yig'latgan ekanman. Men endi ketishim kerak bo'pti. Shunaqa mazeni qo'chiraman. Shunaqa alam qildi. Kechasi mana soat 3 dan ochdi. Tavba qilmasa hisob emas. Almashib haydab ketyapmiz. Soat mana 3:58 minut o'tdi. Qanday? O'xshadimi? Hamma kim? Oo, gap yo'q. Shart bajarilibdi. Soat 4 bo'ldi. Farg'onada gaplashamiz. Qachon? Bugun.